o'zaro kuchli bog'langan bo'lish ehtimoli ortadi. Biroq engrammdan har bir ketma-ketlik frazema emas, erkin birikmada komponentlar oson almashadi va ma'no literal yig'indidan tuziladi. Frazemada esa shakl, turmun va ma'no ko'chma bo'ladi. Shuning uchun engram saralash bosqichi yakuniy qaror bilan tasdiqlanadi. Texnik jarayonda fokus bo'ylab siljuvchi oyna bilan engramlar olinadi. Minimal chastota bilan tasodifiy kombinatsiyalar cheklanadi. Bog'liqlik PMI kabi ko'rsatkichlar bilan baholanadi. So'ng ro'yxat ekspert tekshiruvga beriladi. Mazkur o'zbek ingliz parallel fokus amaliy yechim substrating matnni qidiruv joriy etildi. Kiritilgan harf yoki so'z bilan natijada oraya til bo'yicha o'zbek ingliz ajratish mumkin. Qidiruv frazema matni bilan cheklanadi. Izofa misollardan ham topiladi. Engram modulining to'liq joriy etilmaganligi metodik sababga borib taqaladi. Bizda frazemalar oldindan tayyorlangan va qo'lda tekshirilgan ro'yxatga tayanganligi uchun substrating qidiruv amaliy vazifani yetarli darajada bajaradi. Fokus kengaygach nomzod topish uchun engramni substrating bilan birlashtirish hibrid yechim sifatida ko'riladi. Uchinchi paragraf o'zbekcha ingliz tillaridagi frazemalar parallel fokusning tuzilishi, shakllantirish bosqichlari va algoritmi deb nomlanadi. Bunda o'zbek va ingliz frazemalari asosida parallel fokus yaratish jarayoni lingvistik aniqlik va texnik standart tamoyillariga tayanadi. Fokusga kiritiladigan har bir frazema maxsus frazeologik lug'atlardan tanlanadi va uning semantik mazmuni, grammatik shakli, kontekstual qo'llanishi va inglizcha muqobili yagona formatda aniq tavsiflandi. Har bir to'liq annotatsiya qilindi. Frazema matni semantik izoh, semantik va literal talqin, kontekst misoli va ma'noviy tasnif ikkita paketda jamlanadi. Semantik belgilash dominant mushtarak sema mezoniga ko'ra amalga oshirilib, frazemalar F1, F-block, F10, F20 toifalarga ajratildi. Bu fokusda ma'no bo'yicha qidiruv va tillar bo'yicha semantik qiyosni yengillashtiradi. Ma'lumotlar formatida saqlandi va har bir frazema unikal ID berildi. Va o'zbek hamda ingliz yozuvlari aynan shu ID orqali moslandi. Moslashtirish texnikaligi quyidagicha: frazemalarni qo'lda aniqlash va muqobilini tanlash, juftlikka ID berish, ID bo'yicha tartiblash, tushib qolgan va takrorlangan IDlarni skript orqali topish, so'ng yakuniy tekshiruv va audit bilan xatolarni tuzatish. Yozuvlarning formal yaxlitligi jiston skim tekshiruv va validator orqali nazorat qilindi. Natijada semantik jihatdan ekvivalent frazemalar bog'langan, teglangan va izohlangan parallel tuzilma hosil qilindi. Tizim nol jiston va jiston asosida ishlab chiqilib, real vaqt qidiruv va semantik filtrni ta'minlaydi. Korpus jiston va ID tamoyili orqali kengaytiriladigan qilib qurilgan va qo'lda juftlangan, semantik teglangan, literal va kontekst bilan izohlangan o'zbek ingliz frazeologik parallel model sifatida amaliy resurs vazifasini bajaradi. Slayd otlashlangan vaqtdan bo'ldi. Amaliy ishimiz hozirda aktiv bo'ldi. Yuqoridagi link orqali, ya'ni UzEnFraz Corpus linki orqali kirishingiz mumkin va kirganda interfeysda 420 ta frazema, bu yerda demak o'zbek va ingliz tili jihatdan yuqorida nima mavjud, o'zgartirish mumkin, til o'zgartirish yuqorida o'zbekcha, inglizcha til jihatdan o'zgartirish mumkin va bu yerda matnli qidiruvga asoslangan, ya'ni bironta frazema qidirgan, masalan, qo'l ochiqni qidirganimizda ikkita til jihatdan chiqadi. Yo'q, matnli qilib qidiring. Yo'q, bu yerda tepada inglizcha bo'lganda sal izohlat bo'lib ko'rsatadi, shu o'radi. O'zbekcha qidirganimizda o'zbekcha matn orqali qidiriladi. Qidiruv sistemasiga yozganimizda ikki tildagi demak mosliklar chiqib keladi va har bitta demak tilda birinchi navbatda semantik izohi, frazema semantik izohi, bundan tashqari morfologik tekst, semantik tekst, misol va literal misol qo'llangan. Ya'ni mana e'tibor beradigan bo'lsak, misol uchun bino qo'li ochiq frazemasida oladigan bo'lsak, masalan, batafsilga bosganda, o'zbekchada batafsilga bosganda biza ko'rishimiz mumkin. Demak, birinchi navbatda frazema, uning semantik izohi, undagi demak morfologik tekst, semantik tekst
misol va literal misollarni ko'rishimiz mumkin. Bu holat ilovamizda ham aks etgan. Biz hozirgi kunda faqat bu tadqiqotimiz doirasida Suriyada bir marta prozimani oldik. Lekin prozimalarni tanlashda biz frazeologik lug'atdagi alifbo tarkibida olishimizdan maqsad bu frazimalarni kelgusi tadqiqotlarimizda to'liq qamrab olishni rejalashtirganmiz va hozir ozgina moddiyat bilan bog'liq bo'lganligi uchun qolgan teglangan frazimalarni bu yerga kiritmadik. Ya'ni hozirda 2000 tadan oshiq frazema teglanib xuddi shu holatga keltirilgan. Ya'ni tadqiqotimizdan maqsad bu holatni kengaytirish, mazkur korpus dinamik xarakterga ega. O'zbek va ingliz tillardagi frazemalar parallel korpusi ma'lumotlar bazasi tadqiqotlar korpusining amaliy til bazasi sifatida funksiyalar qiymatiga ega. Lingvistik ta'minot parallel korpusning informatsion qidiruv tizimiga integratsiyalash, ochiq axborot tizimiga joylashtirish imkonini beradi. O'zbekcha inglizcha frazemalar parallel korpusi kompyuter lingva didaktikasi, leksikografiyasi, til o'qitish jarayonini avtomatlashtirish, avtomatik tarjima jarayonining informatsion tadqiqot manbai sifatida alohida ahamiyatga ega. E'tiboringiz uchun rahmat. Mana yashash odam mehmonlar talabgor chiqishgan yakunlar uchun mehmonlarga ham fursat beriladi. Birinchi albatta kengash a'zolari, ularga boshqalar. Magistrlar sizlar ham tomosha bo'lmaydi. Bo'ldi. Marhamat. Kim boshlaydi? Marhamat. Bunday hafta referatda o'qib chiqqanim savollar bor edi. Birinchi savolim shundan iboratki, albatta til birliklari ichida frazeologizmda, ya'ni shu frazeologik iboralar milliy mentallikni xususiyatlarini o'zi juda keng saqlaydida. Ikkita til oilasiga mansub tillar o'zaro qiyoslanganda, endi bu yerda korpus yaratishda tanlab olingan manba sifatida. Mana shu milliy mental xususiyatlar aks etish muvofiqligi qanday? Bu birinchi savolim bo'lyapti. Misolda bo'ladi. Ikkinchi savol, bu uchinchi bitishida misol berdingizki, to'g'ri morfologik teglash, tematik teglash haqida gapirdingiz. Ularni kontekst qo'llanish xususiyatlari jihatdan ham tizimlashtirib, ma'lumotlar bazasi yaratildi va bazaga kiritildi dedingizda. Hozir ma'ruzada shaxsan qisqaroq ma'lumot berildi-da, shunga sal kengroq to'xtalsangiz, kontekstual qo'llanish iboralari ikki tilda. Marhamat. Tushunarli savollar. Savolingiz uchun rahmat ustoz. Demak, birinchi savolga to'xtaladigan bo'lsak, iboralarni tanlashda va ekvivalentni tanlashda milliy mentallik qay darajada aks etgan degan savolga javob beradigan bo'lsak, biz ekvivalent tanlashda, frazemalarga ekvivalent tanlashda to'rtta mezonni oldik. Ya'ni birinchisi to'liq ekvivalent, ya'ni shunaqa iboralar bor, ham ma'no jihatdan, ham shakl jihatdan to'la mos bo'lgan frazemalar. Va bu frazemalarda milliy mentallik ko'proq neytral frazemalar mazmunida. Ikkinchi frazemalar tuman detallarida farq bo'lgan frazemalar. Masalan, bir tosh bilan bir o'q bilan ikki quyon urmoq o'zbek tilida, ingliz tilida bo'lsa to kill two birds one stone, ya'ni bir tosh bilan ikki qushni o'ldirmoq. Ya'ni detallarida ozgina farq bor, lekin ma'nosi yaqin, ma'nosi bir vaqtda ikkita ishni qilmoq degan. Va uchinchi milliy mentallik aks etgan iboralar ko'proq ma'nosi bir xil, lekin nimasida farq bor, shaklida farq bor, obrazida farq bor. Ya'ni masalan, tuyaning bunuki yerga tekkanda degan ibora bor, hech qachon mazmunini beradi. Inglizlarda bu when pigs fly, ya'ni nima cho'chqalar uchganda degan ibora. Ya'ni bu ingliz tilida uchraydigan obraz va o'zbek tilida uchraydigan obraz ko'proq milliylikni aks ettiradi. Va to'rtinchisi, yana bu to'rtinchisida ham milliy mentallik xususiyatlari mavjud bo'lgan frazemalarga taalluqli. Ya'ni u yerda to'rtinchisi izohli tarjima. Ya'ni umuman ekvivalenti bo'lmaydigan iboralarga izoh berdik. Bizga seminar jarayonida taklif etilgandi. Agar izohi yo'q bo'lsa, shu frazemalarni olib tashlashingiz mumkin, sizga bu yengillik beradi deb. Lekin bizda masalan badiiy adabiyot, badiiy asarlarimizda bunday frazemalar juda ham ko'p uchraydi va ularga izoh berish kerak va shart deb o'yladik. Shuning uchun korpusimizda bunday frazemalarni ham qoldirdik. Ya'ni ularda ma'nosini to'liq izohlab yozdik, kengaytma tarzida.
Tushunarli. Ikkinchisi. Hozir o'zbek tilidan ingliz tiliga qarab bordik bu yondashuvimizda. Ikkinchi savol Kontekstual. kontekstual qo'llanilishi. O'zingiz savol bermoqchisiz. Aralashtirib bering. Tushunmadim. Ha. Avtor referatda 22 sahifasida beryapsizda. Frazemalarning semantik mazmuni, grammatik shakli va kontekstual qo'llanishi va tarjima muqobillari aniq belgilangan holda izchil tizimlashtirilgan ma'lumotlar bazasi yaratilgan. Xo'p, tushunarli. Semantik markalar, grammatik shakllari haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Ularni kontekstual qo'llanishi, hatto tizimlashtirish qanday bo'ldi? Biz literal misolni qo'shdik, ya'ni bu jarayonda faqat olingan misollar emas, masalan, lug'atdan farq qilish uchun aynan korpus bo'lish holatini yana ham imkoniyatini ochish uchun literal misol degan misol qo'shdik, ya'ni o'sha kontekstual misol qo'llaniladi va u yerda frazema o'rniga frazema ma'nosini bildiruvchi so'z bilan almashtiriladi. Masalan, Mirahmat ota qo'li ochiq dehqon bo'ladigan ibora bo'lsa, unga yana biz literal misol qo'shdik. Mirahmat ota saxiy inson. Ya'ni u yerda kontekstdagi ma'nosini bildiruvchi, kontekstdagi ma'nosini ochib beruvchi so'zni ham o'zbek tilida ham ingliz tilida qo'ydik. Bu narsa erkin birikmadan farqlash va bir amonim frazemalarni bir-biridan farqlash, ko'p ma'noli frazemalarni bir-biridan farqlashga ko'mak beradi. Tushunarli. Yana marhamat. So'roqlar. Zoom'dagi o'rtoqlar, birorta odam bormi Zoom'da? Faqat ismi sharif turibdimi? Qaytib ko'ramoqchi. Nega hozir tashlab kerak? O'chib qoldi. Abjalovi savol berdi. Assalomu alaykum. Hurmatli Magistrlar, va xotinlar ishtirokchilar. so'rayman, savol berishsin. Oydin tabriklayman. Xo'pmi? Yani ham muvaffaqiyatli bo'lsin ishlaringiz. Xo'p, savolim shundan iborat. Tadqiqotda ilmiy yangiligida keltiryapsiz. Ot frazema, sifat frazema, fe'l frazema, ravsh frazema haqida gapirgansiz-da. Orfeologik tezlash bo'yicha qilingan ishni. Xo'p, endi amaliy natijasida shu narsani juda kutuvdim. Endi shu savol tug'ildi shundan. Aynan nechta ot frazema, nechta sifat, nechta fe'l, nechta ravsh frazema chiqdi? 2000tagacha yetib keldim deyapsiz son jihatdan. Shu davrga qadar shu 2000 ta ichida ko'proq qaysi frazemalar ko'proq bo'lgan va aynan ingliz tilida xuddi shu turkumdagi frazema bilan muvofiqlashtirila olyapsizmi yoki ularni boshqa turkumi bilan muvofiqlashtirilyaptimi? Bu birinchi savol. Hop. Ikkinchi savolim shunga to'xtalib tursiz, ikkinchisini keladi. Unutib qoldim. Dalim savol. Tushunarli savol. Savolingiz uchun rahmat ustoz. Demak, birinchi savolda o'zbek tilida berilgan frazemalarga berilayotgan morfologik teg biz ekvivalent tanlashda xuddi shu morfologik tegga demak javob beradigan frazemalarni ingliz tilida tanlaganmiz. Masalan, fe'l frazemaga teng keladigan o'zbek tilida frazema bo'lsa, xuddi shunaqa shunga teng keladigan morfologik jihatdan ingliz tilida ham frazema tanlaganmiz. Masalan, o'qimxayli qo'li ochiq degan iborani Ochiqda mana shu frazema yo'qmi? masalan, adabini bermoq degan frazema holatida Ayta shunga urg'u beryapsiz siz. adabini bermoq degan frazemaga biz qaraydigan bo'lsak, to teach lesson someone misol uchun bu yerda adabini bermoq kimgadir dars berib qo'ymoq yoki shunday ma'noni bildiradi va shunga ekvivalent sifatida dars berib qo'ymoq degan biz inglizcha frazemani tanlaganmiz va bundan har ikkalasi ham fe'l frazema, ya'ni ikkalasida ham semantik ma'nosi bitta turkumga kiradigan frazema tanlab olingan va biz kuzatishimiz davomida 2000 tadan oshiq frazemani amaliy natijaga kirgizmaganimiz uchun 420 ta frazemani ichidan biz kuzatishimizda shu 420 ta frazema olganimizda 60% fe'l frazemaga to'g'ri kelganligi, 5% ot frazemaga, bu yerda 20 dan oshiq foizi ko'proq sifat va ravshan 5-6% atrofida bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni ko'proq eng ko'pi fe'l frazema, undan keyin sifat, undan keyin ravsh, keyin ot frazemalar juda kamligini kuzatdik.
masalan ko'z qorachig'i, ko'zining oq qorasi kabi ot frazemalar bo'lsa, masalan ko'z ochib yumguncha bo'ladigan ravsh frazemalar nisbatan kamroq. Lekin ko'proq bizda semantik guruhlaganimizda ham, semantik teglaganimizda ham F bir, F block, F quantitative va F temporal degan to'rtta frazemani olganimizda biz F bir, ya'ni shaxsni markaziy semas, mushtarak semasda shaxs bo'lgan frazemalarda ichida mikrotiklar ham ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu yerda shaxs bilan bog'liq bo'lganda ham shaxsning sifatini ko'proq qo'llanadigan frazemalar mavjud. Shaxs harakati bilan va sifati bilan, shuning uchun sifat frazemalar va fe'l frazema eng birinchi va keyingi o'rinda sifat frazemalar ko'rish mumkin. İkinci soru. Var mı? Ha, bor. Ho'p, avtoreferatda bor keltirilyapti, idioma so'zini keltiryapsizda. Demak, o'zbek tilidagi frazemalarga ingliz tilidagi idiomani ham muvofiqlashtirib ko'rsatyapsiz, tushunishimcha. Shuni o'zingizdan aniqlashtirmoqchiman. Idioma, phrasal verbs yoki expression words bularni qay darajada o'zbek tilidagi iboralar bilan muvofiqligini ko'rdingiz? Ularni bir-biridan farqladingizmi ingliz tilidagi? Mana shu birliklarni o'zaro bir-biridan farqlab olganmisiz yoki o'zbek tilidagi iboraga muvofig'i shu deb tanlab ketaverdingizmi? Ana o'sha narsa muhim bo'ldi, chunki bu yerda terminlar qo'llanilganligi uchun demak idiomani o'zini ham olib kelyapsiz deb tushundimda. Ayrim mana Jahon tillari universitetida ayrim tilshunoslar o'zbek tilida ham idioma bor, uni tadqiq etmagan faqat hali hech kim deyishyapti. Shu fikrlar sizda qanaqangi? O'zbek tilida idioma bor degan tushuncha bormi sizda ham? Savolingizga rahmat. Biz bizning ishimizda frazema bu termini, idioma, frazologik birlik, MVU degan terminlar, multiple expression degan terminlarni ishlatdik. Ularga izoh bermoqchiman. Multiple expression termini ostida ingliz tili va umuman lingvistikasida uyg'un birikmalar qamraladi. Ya'ni bir-biri bilan tez birikmaga aloqaga kirishadigan, tez kontekstda birga keladigan har qanday maqol bo'lishi mumkin, masalan kollokatsiya bo'lishi mumkin, ibora bo'lishi mumkin. Bular frazali fe'l bo'lishi mumkin olingan va frazeologik birlik terminini oladigan bo'lsak, ko'pincha o'zbek tilida frazema bilan sinonim sifatida ishlatiladi. Lekin ingliz tilida sinonim sifatida ishlatilmaydi. Ingliz tilida phraseological units, ya'ni aynan frazeologik birliklar teng keluvchi birlikka biz bu holatda ham xuddi MVU bilan bog'liq holda olishimiz mumkin. Idioma, kollokatsiya, phrasal verb, proverb maqollar bor. Endi biz idiomani olganligimiz bu yerdan ekvivalent sifatida mana shu to'rtta birlik kiritilganida, to'rtta birlikdan nisbatan ekvivalent sifatida tanlab olishimiz mumkin bo'lgan birlik idioma hisoblanadi. Frazemaga tanlab oladi. Chunki frazali fe'l bizdagi o'zbek tilidagi frazemaga to'g'ri kelmaydi. Maqolni o'rnini bosishida birlik bor, proverb birligini, kollokatsiya ko'proq qo'shma so'zlarga to'g'ri kelib ketadi. Qo'shma so'zlar va birga ko'p keladigan so'z birikmalariga frazali fe'llar esa to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun idiomani biz ko'proq idiomalar bilan moslashtirdik. Agar dissertatsiyamizda tadqiqot obyektiga e'tibor bergan bo'lsangiz, u yerda ham Oxford Dictionary Idioms va Cambridge Idioms Dictionary'larini biz obyekt sifatida olganmiz. Ba'zida teng kelmay qoladigan joylari bor, juda ham kam foiz va biz agar ko'rishimiz mumkin, korpus lingvistikasi jihatdan masalan frazemalarga oid ishlarni ko'rsak, 20-yildan keyingi ishlarda Juda uzoqdan kelyapmiz. Savoliga aniq javob bering. Uzoqdan kelmay qo'yib, chunki vaqtimiz juda ziq, sizdan keyin taqoymiz. Rahmat. Bo'ldimi? Gulchehra Bekmatova ham rahmat. Frazema o'rnida idioma so'zini ishlatib ketadi. Ya'ni milliy korpusda idiomalar bazasini yaratish deb dissertatsiya mavzusi shunaqa beradi. Demoqchi bo'lganim, ko'proq sinonim tarzda ishlatib ketilgan. Xo'p, tushunarli bo'ldimi? Ma'qulmi? Javob qoniqarlimi? Boshqa savollar yo'qmi? Bo'lmasa shu yerda to'xtatamiz-da. Rahmat sizga. Xo'p. Endi men so'zni ilmiy rahbarga beraman, marhamat. Luqmon Xolmarov e'tibordan olganmiz. Agar cheklanmasa, Assalomu alaykum. Ustoz, hurmatli kengash raisi va kengash a'zolari. Men dissertantga ish haqida xulosa berganman. Shu xulosam bilan cheklanaman. E'tibor uchun rahmat. Hop, dissertatsiya haqidagi muassasa
ilmiy seminar qo'llasalar hamda yetakchi tashkilotdan tushgan taklifimiz bor. Taklifga munosabat bo'lgan so'ng men o'qib berish haqida ilmiy topga so'z beraman. Marhamat avval. Nurulay va Oydin Nazirjon qizining dissertatsiyasiga yetakchi tashkilot O'zbekiston Milliy universitetida 2025-yil 18-mart kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda xulosa berilgan. Bu yerda bir qancha bandlarda ijobiy fikrlar bildirilgan, shundan ba'zilari. Nurulay va Oydinning o'zbek va ingliz tillaridagi frazemalarning parallel korpusini yaratish asoslari mavzusidagi dissertatsiyasi OABning so'nggi talablariga muvofiq yozilgan. Tadqiqotning mazmun mohiyati teran asoslangan. Tadqiqotchi ko'plab materiallar bilan shug'ullangan. Frazemani mustaqil leksik birlik sifatida ajratish, grammatik variantlarni yagona segment doirasida birlashtirish hamda lemmanlashga qaratilgan morfolog tenglash modeli yaratilgan. Shu 5 talabdan yaxshi fikrlar bildirilgan. Dissertatsiyada ba'zi mulohazalar ham bildirilgan. Dissertatsiya ishining birinchi bob 3-faslida olimlarning ishlariga murojaatlar qilingan. Rahmatullayev, Isayev, Yo'ldoshev, Hakimov, Usmonova, Mamatov, Fozilboyev, Abdullayev, Vafoyev va Rashidova, Jurayeva, Abdusaidov, Almamatova, Ergasheva, Almasova. Ba'zi joylarda muallifning baholovchi ohangi seziladi. Biroq dissertatsiyada dissertantning keltirilgan manbalarga o'z ilmiy fikri, qarashi, tahliliy yoki tanqidiy munosabati sustroq ifodalangan. Ikkinchi, dissertatsiya matnida o'zbek-ingliz parallel frazemal korpusi yaratilganligi haqida 82-sahifada keltiriladi. Korpus havolasi va intervyu korpus imkoniyatlari haqida dissertatsiya matnida keltirib o'tilsa, ishning ilmiy amaliy ahamiyati yanada ortgan bo'lar edi. Uchinchidan, dissertatsiya matnidagi frazeologizm, frazema, idioma tushunchalariga ko'p bora murojaat bor. Bu tushunchalar bir-biridan farqli birliklar bo'lganligidan tahlilga tortilgan birliklarni ham frazeologiya va idioma tarzida ajratilgan tahlilni amalga oshirish maqsadiga muvofiq bo'lardi edi nazarimizda degan mulohaza bildirdi. Paragraflar doirasida berilgan nazariy fikrlarga ko'p o'rin ajratildi. Amaliy tahlil misollarini ko'paytirganda ishning amaliy ahamiyati yanada oshkor bo'lar edi. Bildirgan fikr mulohazalar dissertatsiya asosiy masala turizmas ta'kidlangan ish ijobiy baholangan yetakchi tashkilot tomonidan. Nurulay va Oydin Nazirjon qizining dissertatsiyasiga Ozarbayjon, Tojikiston davlatlarining oliy o'quv va tadqiqot muassasalari xodimlarining ijobiy tahlillari olingan. Jumladan Ozarbayjon Respublikasi Nesemi nomidagi Tilshunoslik instituti dotsenti, filolog fanlar nomzodi Nargiz Musoqova Yodjiyeva imzosi bilan Bobojon G'ofur nomidagi Xo'jand davlat universiteti dotsenti, filolog fanlar nomzodi Turdibek imzosi bilan Nurulay va Oydin Nazirjon qizining dissertatsiyasi avtoritetligiga respublikamiz quyidagi olimlardan taqdirlar olindi. Samarqand davlat universiteti professori Suyuk Karimov, filolog fanlar bo'yicha falsafa doktori dotsent Rashidova imzosi bilan Buxoro davlat universiteti professori Gultoyeva imzosi bilan Urganch davlat universiteti professori Karimov imzosi bilan Renessans ta'lim universiteti dotsenti Islomov imzosi bilan Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida filolog fanlar nomzodi professor Yunusova imzosi bilan Jizzax davlat pedagogika universiteti dotsenti Almamatova imzosi bilan Ta'lim va ijtimoiy fanlar universiteti dotsenti O'rozov imzosi bilan Qarshi davlat universiteti dotsenti Kenjayeva va Nafasova imzolari bilan Nurulay va Oydin Nazirjon qizining dissertatsiya avtoriga yuborilgan tahzirda dissertatsiyaning qo'yilgan yutuqlari iqror etilgan. Bu yerda ham aktivdan iborat yutuqlar qayd etilgan. Bundan ba'zisi parallel korpus asosida interaktiv qidiruv tizimi yaratilgan. Bu tizim foydalanuvchilarga frazemalarni shakl, ma'no va kontekst bo'yicha izlash imkoniyatini yaratib, lingvistik tadqiqotlar va tarjima jarayonlarini takomillashiga xizmat qiladi.
Berilgan tahdidlarda disserta avtoreferatlarida ba'zi mulohazalar ham bildirilgan. Samarqanddan kelgan tahdidda, Rashidova tahdidda frazimalarning tillararo ekvivalentlik darajalarini ayniqsa muqobillik va milliy madaniy xos birliklar tarjimasini yanada kengroq yoritish tadqiqotning ilmiy salmog'ini oshirgan bo'lar edi degan mulohaza bildirilgan. O'rganishdan Premyev tahdidda ayrim o'rinlarda yaratilgan korpusning hajmi va kelgusida uni kengaytirish istiqbollari yana ham batafsilroq ko'rsatilganda ishning amaliy salmog'i yanada yorqinroq namoyon bo'lar edi degan tavsiya berilgan. Umuman olganda qayd etilgan tahdidlarning barchasida Nurulay va Oydin Nazirjon qizining tadqiqot ijobiy baholanib, filolog fanlar bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyasi oldiga qo'yilgan talablarga to'g'ri javob berish ko'rsatib o'tilgan. Dissertatsiya avtorifati e'lon qilingan ishlar talablarga har jihatdan muvofiq uning muallif filolog fanlar bo'yicha falsafa doktor ilmiy darajasini olishga munosib ekanligiga alohida ta'kidlangan. ilmiy ko'p savollar bo'yicha kengash a'zolarida Ma'qul. mashg'ulot bormi? Tushunarli. Yo'qmi? Bo'lmasam prezident javob berish so'zini aytamiz. Savollarni bo'lib to'g'ridan to'g'ri javob beraman. Ma'qulmi? Avvalo dissertatsiyamizni sinchkovlik bilan xolis muhokamadan o'tkazgan va yuqori baho olgan yetakchi ilmiy muassasa O'zbekiston Milliy universiteti professor o'qituvchilariga samimiy minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Tashqi tahdidda tadqiqotimizda erishilgan ilmiy yutuqlar e'tirof etilgan holda mukammal bo'lish istagi bilan bog'liq ayrim mulohazalar bildirilgan va ularga javobimiz quyidagicha. Birinchi banddagi ustozlarning ishlarini tasdiqlash davomida lozim o'rinlarda munosabat bildirganmiz. Ayrimlarni soha masalalarida hal qilishdagi ilmiy va amaliy ahamiyatni ta'kidlaganmiz. Kelgusi ishlarimizda bu masalaga alohida e'tibor qaratamiz. Ikkinchi band uchun javobimiz quyidagicha. Dissertatsiyaning ilova qismida o'zbek va ingliz parallel frazimalar korpusining interfeysini qo'shganmiz. Shuningdek, uchinchi paragrafda korpusning havolasi ham kiritilgan. Ishda korpus tuzilishi arxitekturasi haqida ham ma'lumot berilgan. Uchinchi banddagi mulohazalarga javobimiz frazeologizm, frazema va idioma tushunchalarga bu uchinchi paragrafda keng bo'lib ajratilgan. Ushbu bo'limda har bir tushuncha alohida yoritib, farqlarini belgilangan. Tashqi tartibda aytilgan bu boshqa fikrlarni inobatga olamiz va yana bir bor o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Shuningdek, dissertatsiyamiz avtoreferatsiya taqrir yuborib, xolis va ijobiy fikrlar bildirgan chet mamlakatlar va respublikamizning nufuzli oliy ta'lim va ilmiy tadqiqot muassasalaridan faoliyat olib borayotgan olimlarga chin ko'ngildan minnatdorchilik izhor etamiz va avtoreferatni o'qib bergan taklif va mulohazalar uchun tahdidchilarimizga alohida rahmat aytamiz. Shuningdek, ba'zi fikrlarni fikrlarga javobimiz quyidagicha. Har birini qabul qilamiz va frazimalarning tillararo ekvivalentlik darajalarini, ayniqsa qisman muqobillik va milliy madaniyatga xos birliklar tarjimasini yanada kengroq yoritish albatta tadqiqotimizda ilmiy salmog'ini oshiradi. Bu kelgusi tadqiqotlarimizda frazimalarning milliy madaniy xosliklarini chuqur tahlil qilishni va tillararo ekvivalentlikni yanada kengroq yoritishga harakat qilamiz. Ikkinchi banddagi Urganch davlat universiteti filologiya fanlari doktori professor Premyev tahliliga javobimiz. Korpusning hajmi va uni kelgusida tadqiqotlarga kengaytirish istiqbollari haqidagi fikrni yanada batafsil yoritish albatta ishning amaliy salmog'ini yanada oshiradi. Korpusning dinamikligini oshirish uchun qo'shimcha algoritmlar va materiallar qo'shish va tavsiyalaringizga amal qilishni kelgusi tadqiqotlarimizda rejalashtirmoqdamiz. Ustozlarimizning bildirgan fikr mulohazalari hamda tavsiyalarini qabul qilamiz va ularga yana bir bor rahmat deymiz. Azgar muhokamani boshlaymiz. Nasab so'zining filolog fanlarida o'tkazilgan hamroh shohlar Assalomu alaykum. Salom bering. Assalomu Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti Nurulay va Oydin Nazirjon qizining o'zbek va ingliz tillaridagi frazimalarning parallel korpusini yaratish asoslari ma'lum qilingan. Qo'llanilgan nazariyasi amaliy va lingvistikasi bo'yicha filologiya fanlari bo'yicha falsafa darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasiga taqdim. Zamonaviy ixtisoslikda til birliklarini elektron matnlar bazasi, ya'ni korpuslar orqali tadqiq etish yetakchi metodologiyaga aylandi. O'zbek tili nufuzini oshirish va uni axborot texnologiyalari bilan integratsiya qilish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Mazkur dissertatsiya tarjimada eng ko'p qiyinchilik tug'diradigan frazimalarni o'zbek ingliz parallel korpusida tizimlashtirishga qaratilganligi bilan g'oyat dolzarb.
muallim o'zbek tili uchun hali yetarli darajada o'rgatilmagan va raqamlashtirilmagan frazemalarni avtomatik aniqlash va belgilash muammolariga yechimlar taklif qilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi o'zbek va ingliz tillaridagi frazemalar parallel to'lqinning nazariy, lingvistik va dasturiy asoslarini ishlab chiqishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun parallel korpuslarni tasniflash, frazemalarni teklash mezonlarini belgilash, avtomatik qayta ishlash algoritmlarini yaratish va tayyor modelni amaliyotda sinash kabi muhim vazifalar muvaffaqiyatli bajarilgan. Tadqiqotning birinchi bobi jahon kompyuter lingvistikasidagi parallel korpuslarning tuzilishi, tasnifi va frazemalarga asoslangan parallel korpuslar deb nomlangan. Ushbu bobda muallif korpus lingvistikasining nazariy asoslarini xalqaro miqyosda o'rgangan. Bir paragrafda kompyuter lingvistikasida parallel korpuslar masalasi bo'limida parallel korpuslarning paydo bo'lish tarixi, ularning turlari va elektron matnlarni muvofiqlashtirish, ya'ni alignment metodologiyasi yoritilgan. Bir ikki paragrafda jahon tilshunosligida frazemalarning parallel korpuslarini yaratish tajribasi ingliz, rus va boshqa tillar misolida frazeologik birliklarni korpusga kiritish bo'yicha amalga oshirilgan loyihalar tahlil qilingan. Bir uch paragrafda o'zbek tilshunosligida korpus masalasi va frazeologiyaga nomlangan paragrafda o'zbek tilidagi mavjud elektron resurslar ko'rib chiqilib, ularda frazeologik qatlamning yetarli darajada raqamlashtirilmaganligi, ayniqsa ingliz tili bilan parallel holatga keltirilmagani asoslab berilgan. Tadqiqotning ikkinchi bobi o'zbek va ingliz tillaridagi frazemalarning parallel korpusni yaratishning lingvistik asoslari deb nomlangan. Ushbu bob tadqiqotning metodologik asosi vazifasini bajarib, lingvistik masalalarga bag'ishlangan. Ikki frazemalarning parallel korpusini shakllantirishda material tanlash prinsiplari paragrafida muallif korpus bazasiga kiritiladigan iboralarni saralashda qanday mezonlarga tayanganini ko'rsatib bergan hamda barqarorlik, yaxlitlik, tarjima qiyinchiligi kabi mezonlarni tanlab olgan. Parallel korpusda frazemalarning ekvivalentlik va adekvatlik masalalari deb nomlangan 2 paragrafda o'zbek va ingliz tillaridagi frazemalarning bir-biriga mos kelish darajasi, ya'ni leksik, semantik va obrazli muvofiqlik darajalari tahlil qilinib, ularni korpusga bog'lash usullari tadqiq etilgan. Frazemalarni morfologik va semantik belgilash, annotatsiya deb nomlangan 2-3 paragrafda frazemaga nafaqat so'z birikmasi, balki yaxlit ma'no birligi sifatida qaralib, unga xos bo'lgan grammatik va semantik belgilarni kiritish tizimi ishlab chiqilgan. Tadqiqotning 3-bobi o'zbek-ingliz frazemalar parallel korpusining dasturiy va algoritmik ta'minoti deb nomlangan. Tadqiqotning amaliy natijasi sifatida ko'zga tashlangan ushbu bobda texnik yechimlar keltirilgan. O'zbek-ingliz frazemalar parallel korpusi ma'lumotlar bazasini loyihalash paragrafida korpusning arxitekturasi, ma'lumotlarni saqlash formati va mantiqiy tuzilishi bayon qilingan. Frazemalarni avtomatik aniqlash va qidirish algoritmi paragrafida matn tarkibidan frazemalarni ajratib olish, ularni qidiruv so'roviga ko'ra topish uchun xizmat qiladigan algoritmlar, jumladan engram va skriptlar tushuntirilgan. O'zbek-ingliz frazemalar parallel korpusining dasturiy interfeysi va imkoniyatlari paragrafida React.js platformasida yaratilgan dasturning ishlash tartibi, qidiruv natijalarining aks etishi va foydalanuvchi uchun yaratilgan qulayliklar tavsiflangan. Dissertatsiyaning ilmiy yangiligi sifatida e'tirof etilgan va uning yutuqlari sifatida quyidagi jihatlarni alohida ta'kidlash e'tiborga molik. O'zbek-ingliz frazemalarini yagona identifikator orqali muvofiqlashtirish va morfologik semantik belgilashga to'plangan nazariy metodologiya hamda ishlab chiqilgan. Ikkinchi, frazemalarni mustaqil leksik bo'lim sifatida ajratish va ularni hukmlar bo'yicha belgilash mezonlari taklif qilingan. Uchinchi, frazemalarni avtomatik aniqlash uchun statistik yondashuvlar, JSON formatdagi ma'lumotlar modeli va Node.js muhitidagi audit skriptlari taqdim etilgan. Amaliy jihatdan 4 frazema juftligidan iborat React.js interfeysiga asoslangan interaktiv parallel korpus shakllantirilgan. Bu resurs til o'qitishda, tarjima amaliyotida va yangi avlod lug'atlarini yaratishda tayyor manba bo'lishi bilan muhim amaliy ahamiyat kasb etadi. Dissertatsiya ilk insoniyatda bajarilgan bo'lsa, ayrim munozarali o'rinlar mavjud.
Birinchi, bir uch paragrafda o'zbek tilidagi korpuslarning tahlili biroz umumiyroq. Mavjud milliy korpuslar aynan qaysi turdagi frazemalarni qidirishda texnik xatolar yuzaga kelishini aniq statistik misollar bilan ko'rsatish ishning amaliy ahamiyatini yanada oshirgan bo'lardi. 2-3 paragrafda teglash tizimi tavsiflanganda ko'p ma'noli frazemalar bilan ishlash masalasi yetarlicha yoritilmay qolgandek taassurot uyg'otdi. Bir xil tarkibli, lekin kontekstga ko'ra turli ma'no anglatuvchi iboralarni tizim qanday tahlilda to'xtalish lozim deb hisoblaymiz. 3-2 paragrafda keltirilgan algoritmlar asosan qat'iy frazemalar uchun yaxshi ishlaydi, biroq komponentlari orasiga boshqa so'zlar tushib qoladigan yoki tarkibi biroz o'zgaruvchan, ya'ni frazema variantlari bo'lgan holatlarda algoritmning aniqlik darajasi bo'yicha yetarli raqamli ko'rsatkichlar keltiriladi. Qayd etilgan kamchiliklar dissertatsiyaga umumiy qiymat deb tutib yetkazmaydi. Nurlay va Oydinning ushbu tadqiqoti o'zbek kompyuter lingvistikasida alohida bir sahifa ochadi. Ish tugallangan, dolzarb va amaliy ahamiyatga yuqori. Dissertatsiya o'z nomi qonun darajasiga to'liq mos keladi. Tadqiqot o'zbek tili uchun dolzarb bo'lgan frazeologik korpus yaratishning dastlabki qadamlari sifatida baholanishi lozim. Tadqiqotda qo'llanilgan metodlar va olingan natijalar ishonarli. Ishning natijalari o'zbek tili milliy korpusi bazasini boyitishda va kompyuter lingvistikasini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Avtoritet va nashr etilgan ishlar dissertatsiya mazmunini o'zida aks ettiradi. Xulosa sifatida aytish mumkinki, Nurlay va Oydin Nazirjon qizining o'zbek va ingliz tillardagi frazemalarning parallel korpusini yaratish asoslari mavzusidagi 0011 til nazariyasi amaliy va kompyuter lingvistikasi ixtisosligi bo'yicha filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya tugallangan ilmiy tadqiqot bo'lib, qo'yilgan talablarga to'liq javob beradi. Muallif talab etilgan ilmiy darajaga to'liq deb hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Böyle çağrıda tatlı çağrı geliyor arasında tamam var ya. Yaşlı tatlısı var. Havuz bayramı. Arkadaşlar dışarıdan atar mısın? Yok. Yaşlı Mülahazları bozuyoruz. Hangi işlerin mülahazları? var. Şuna gördüm. Hurmatli rasmiy organizmimiz filologiya fanlari doktori Hamroyeva Shahlo ishimizni o'qitib mulohaza bildirganliklari uchun rahmat deymiz. Ularning mulohazalariga quyidagicha javob beramiz. Birinchi mulohazaga ushbu masala bo'yicha tahlilda ko'rsatilgan fikrlarni inobatga olgan holda keyingi tadqiqotlarimizda aniq raqamli ko'rsatkichlar kiritish rejalashtirilgan. Korpusni kengaytirish va frazemalar tahlilini yanada chuqurlashtirish orqali bu masalani tergovchi ishlarimizda to'liq yoritish harakat qilamiz. İç fikrlarga javob va semantik bazalarni aniqlash uchun dunyoda psixolog qurish lozim. Biz tadqiqotlarimizda semantik farqlarni aniqlashda ilg'or metodlarni, masalan, til o'rganish yondashuvlarini qo'llashni rejalashtirganmiz. Uchinchi fikrlarga javobimiz algoritmik frazemalar uchun yuqori samaradorlikka erishgan bo'lsa-da, so'z tarkibi o'zgaruvchan frazemalar yoki so'zlarning komponent orasiga tushib qolgan holatlarda aniqlik darajasida dinamik bo'lib, uning samaradorligini oshirish uchun yanada ko'proq mehnat va mablag' sarflash zarur. Keyingi tadqiqotlarda loyiha qurishda materiallar sonini kengaytirish va yanada mukammal algoritmlar ishlab chiqish orqali tizimning samaradorligini yanada oshirishga harakat qilamiz. Hurmatli to'rtinchi mulohazalarga quyidagicha javob beramiz. Amaliy munosabatlar har qanday korpus va dastur uchun murakkab tug'iladi. Hozirgi algoritmimizda holatlarni farqlash tahlil asosida qo'shimcha metodlarni qo'llashdan fizik tadqiqotlarda algoritmni takomillashtirish va uch maham asl ma'nolarni aniqlashda yanada samarali metodologiyalarni ishlab chiqish rejalashtirilgan. Hurmatli rasmiy apparatimiz filologiya fanlari doktori Hamroyeva Shahlo yana bir bor minnatdorchilik bildiramiz. O so'z filologiya fanlari doktor professor O'rinboy Dilbar Bozorova. Dilbar kirganmisiz? Hozir Shu orqali ishtirok etganida kirdilarmi? xabarlari bormi Dilbarni? Telefonlar Birinchilik bilan Oldingi bo'ldi. telefonlar boyagi nima bilan kirolmabdilarda qaytadan tashlab qo'ydik. Oxirgi telefonlar bormaydi. Telefon.
Ustoz kiradigan so'rang, yangi Zoom link tashladik. Bilmazor. Almashgan? Yuqoridan berish. Telegram orqali. Telefon yo'q-da. Olinganmi deysiz o'zingiz? Seminar jarayonida taqdis qilinganlar, telefonlar ishlayotgan xizmatda Yo'q. Hozir Telegram. Telegram. Yo'q, ha. Zoomdan kirolmadim. Tahlil jarayonida ularga yozilmagan, ular bizga yozgan, ular olmayapman deb, keyin yozganimda ularga link tashlagan, ular aktiv bo'lmayaptilar. Yana qaysi tashlaydi o'zimni Oxirgi raqamlar bor. Oxirgi raqamlari ishlamayapti. Bo'ldi, qo'ymaymiz endi. Ish Bo'ldi. Ikki martalagilar o'tishadi. Bo'ldi. Ha. Bo'ldi, ayta qoling tez-tez. Kirsin agar. Rasmiy Shu yerda bo'lsa Toshkentda o'zi Samarqandda. Zo'r orqali mana chiqib Yozdilar birinchi. Paytimda yo'q dedi. Ayni hozir olib qo'ying. nima gaplarimiz? Nima? Kiryaptilar. Kirsin, tezroq. Yangi link berildi. Oydin. Yangi link berildimi hozir? Ularga bordi. Siz borgan link. Kengashda yo'q. Kirmadimi? Kirdilar. Kirdimi? Xo'p. Dilbar kirdingizmi? Assalomu alaykum ustoz. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat ustoz. Bu sizga marhamat. Assalomu alaykum qadrli ustozlar, rais, a'zolar. Nurullayeva Oydin Nazarjon qizining 10.00.11 til nazariyasi, amaliy va kompyuter lingvistikasi ixtisosligi bo'yicha filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyasi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan o'zbek va ingliz tilidagi frazeemalarning parallel korpusini yaratish asoslari mavzusidagi dissertatsiyasiga taqdim. Bizga ma'lumki, parallel korpus haqida fikr yuritar ekanmiz. Bu ikki yoki undan ortiq tildagi bir-biriga tarjima qilinadigan matnlardan iborat bo'lgan, ya'ni segmentlar bo'yicha moslashtirilgan elektron matnlar majmuidir. Xuddi shu nuqtai nazardan mazkur dissertatsiya birinchi o'rinda tarjima sifatini oshirish uchun qaratiladi, ya'ni muhim ahamiyatga ega. Ikkinchi tarafdan esa o'sha sun'iy intellekt mashina tarjimasi uchun lingvistik ma'lumotlar bazasini yaratish uchun zarur, ya'ni shu jihatdan dolzarbdir. Keyin yana leksikografiya uchun manba bo'lib xizmat qiladi va parallel korpuslar zamonaviy frazeologik lug'atlarni o'rganish imkonini beradi. Va ingliz va o'zbek tilidagi o'xshash va farqli jihatlarni, iboralarni solishtirishda katta yordam beradi va shu jihatdan ham bu asosiy manba sifatida muhim ahamiyatga ega. Va yana bir jihati esa madaniyatlararo kommunikatsiyani bizga xalqaro o'sha muloqotni samaraliroq bo'lishiga yordam berib keladi. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib, dissertatsiya bir qator yutuqlarga ega. Birinchidan, dissertant tomonidan dissertatsiyada ilgari surilgan ilmiy g'oyalar mavjud, nazariy manbalar, xorijiy tajribalar, amaliy mahalliy amaliyotga tayangan holda asoslab berilgan. Bu narsa dissertatsiyaning
Demak, birinchi bobida va 3 paragrafida o'z ichiga oladi. Bu 15-66 betlar. Jumladan kompyuter lingvistikasida amaliy tilshunoslik masalalarining parallel korpuslari yordamida hal qilinishi, ya'ni 15-27 betdagi masalalar ham kompyuter lingvistikasida amaliy tilshunoslik masalalarining parallel korpusi yordamida hal qilinishi, ularni xorijiy lingvodidaktikadagi ahamiyati, tarjimadagi ahamiyati haqida fikrlarni berib o'tadi. Demak, 1-2 va 1-3 boblar bo'limlarida ham aynan mana shunday amaliy masalalar haqida, xorijiy tajribalar haqidagi fikrlar va amaliyotga o'zbek tilshunosligidagi holatlar o'rganilgan. Ikkinchi bir yutug'i bu o'zbek va ingliz tilidagi frazemalarning morfologik semantik tiglash mezonlari belgilangan. Frazemalarning parallel korpusda alohida leksik birlik sifatidagi qayd etilgan va grammatik variantlar yagona segment sifatida birlashtirilgan. Bu jihat aynan o'sha morfologik tiglashning amaliy modeli taqdim etilgan. Bu bitta yutuq. Bu narsa mazkur dissertatsiyaning, ya'ni o'zbek va ingliz tillarida frazemalarning parallel korpusining lingvistik ta'minoti va teglash tizimi deb nomlangan 2-bobida keltiriladi va uning 3 ta bo'limi bor. Har bir bo'limda yuqorida sanab o'tilgan yangilik o'z aksini topgan. Bu 68-102 betlarda yoritilgan va har bir jihat o'sha ilmiy asosda tahlil qilingan, dalillangan. 3-chi yangiligimiz bu o'zbek ingliz tillardagi frazemalar parallel korpusi uchun har bir frazema semantik teg, literal tarjima, kontekstual misol va morfologik tuzilmasi bilan to'liq annotatsiya qilingan. Bu ham bir yangilik bo'lib, bu bobning ikkinchi bo'limida va 3 bo'limida, ya'ni o'zbek va ingliz tillaridagi frazemalarning semantik teglash masalalari o'z aksini topadi. 4-chi yangiligi, ya'ni yutug'i, frazemalarni avtomatik qayta ishlash mexanizmi, tokenlash, lemmalash tamoyillari asosida ishlab chiqilgan. N-gram va boshqa statistik uslubiy yondashuvlar asosida avtomatik aniqlash algoritmlari taklif etilgan. Frazemalar, ya'ni frazemalar parallel korpus, bu o'zbek va ingliz korpuslari uchun Jones formatidagi ma'lumotlar modeli va shu bilan birgalikda Node.js muhitida audit skript yaratilgan. Va bu masala mana shu 4-yutuq bobning, ya'ni 3-bobning o'zbek va ingliz tillarida frazemalar parallel korpusining kompyuter texnologiya va dasturiy asoslari 104-133 betlarda berilgan mana shu bobda keltiriladi va o'z aksini 3.1, 3.2 ikkinchi bo'limlarida o'z aksini topadi va uning o'sha ahamiyati, modelni qanday ishlashi, matnda ketma-ket keluvchi so'zlarni va iboralarni chastotasi, maqomi, ularning semantik bahosi haqidagi fikrlar tahlil qilinadi. 5-chi yutug'i, yana bitta yutug'i bor. Ishning bu interaktiv interfeys, ya'ni lug'aviy birliklarni shakl va ma'no, kontekst bo'yicha bir vaqtda qidirish imkonini beruvchi parallel korpusning shakllanganligi, ya'ni bu korpusda 420 ta o'zbek ingliz frazema juftliklari inobatga olinadi, izohlanadi. Bu korpusni ishlatib ko'rdik, haqiqatan ham ishlayapti. Ayrim holatlarda o'sha internetda qo'yilgan, ya'ni ssilka berilgan holatlarda ishlamaslik holatlari ko'zga tashlanadi, lekin bu ishlayapti. Biz ishlab ko'rdik. Misollar berilgan, ularning
o'zbekcha frazemalarning inglizcha, o'zbekcha tahlillari ham berilyapti. So'zlarning, o'sha iboralarning ma'nolarini izohlash, semantik jilolari ham berilgan. Mana shu ishning yana bitta yutug'i. Bu narsa, ya'ni bu holat, bu masalalar o'zbek va ingliz korpusining o'zbek va ingliz tilidagi frazemalarning parallel korpusining tuzilishi, shakllanish bosqichlari va algoritmi degan bo'limda, ya'ni 3-3 bo'limda 123-133 betlarda beriladi. Va yuqorida sanab o'tilgan barcha jihatlar aynan mana shu bo'limda ochib berilgan. Ish o'zbek korpus lingvistikasi sohasida takomillashtirilgan bir ham nazariy ham amaliy jihatdan asoslangan ish bo'lib hisoblanadi. O'zining dolzarbligi, yangiligi va amaliy foydaligi bilan ajralib turadi. Ammo ishning mukammallashuvi uchun ayrim fikr mulohazalarimizni bildirib o'tmoqchiman. Masalan, dissertatsiyada ayrim takrorlar mavjud. Masalan, ta'lim samaradorligini oshiradi degan jumla yoki yangi imkoniyatlar yaratadi degan jumlalar juda ko'p takrorlanadi. Bu o'sha ilmiy matnda ishsizlikni kamaytirishga sabab bo'ladi. O'rniga boshqa sinonimlarni qo'llasa yaxshi bo'lar edi. Bundan tashqari, mantiqiy bog'lanish sustligi ko'zga tashlanadi. Masalan, 24-26 betlarda bitta bo'lim tugaydi. Ya'ni bo'limlar orasida o'tishlar ba'zan keskin. Masalan, bitta joyda korpus haqida fikr ketyapti-da, keyin birdaniga keyingi bo'limga o'tayotgan vaqtida korpus lingvistikasi, undan keyin o'sha darsliklarning tahlili ketyapti. Bizningcha avval korpus lingvistikasi nima, darsliklarni tahlilini berish kerakda, undan keyin aynan o'sha korpus haqidagi gaplar ketganda va boshqa korpuslarni, xorijiy korpuslar haqida fikrlarni berganda jumla mantiqiy bir-biriga bog'langan bo'lardi va boyagi gaplarni bog'lovchi, bir-biriga bog'lovchi fikrlarni ham berib o'tish kerak edi, lekin bu narsa ko'zga tashlanmadi. Uchinchidan, dissertatsiyada 137-betda 420 ta frazema juftligiga tayangan holda onlayn korpus platformasi shakllantirilganligi haqida fikr beriladi. Ammo ayrim o'zbekcha frazemalarning semantik izohi bu yerda to'g'ri berilmagan. Masalan, boshini yerga urmoq degan jumla keltirilyapti-da, o'sha frazema keltirilyapti. Men boshimni yerga urdim degan misol bilan u izohlanyapti. Bu yerda dissertant bu jihatlarni o'ylab ko'rish kerak. Ya'ni so'zma-so'z tarjima bilan iboralarning ichki tag ma'nosi hamma vaqtdan to'g'ri kelavermaydi. Ana shu jihatlarni o'ylab ko'rish kerak va kelgusi ishlarda diqqatliroq bo'lishini istab qolamiz. Ammo ko'rsatilgan kamchiliklarni to'g'rilash mumkin va kelgusi ishlarda bunday jihatlarni inobatga oladilar deb o'ylaymiz. Nurullayeva Oydin Nazarjon qizining doktorlik dissertatsiyasi mavzusi bo'yicha e'lon qilingan ilmiy ishlar ro'yxati bilan tanishib chiqqanda shunday xulosaga keldikki, dissertatsiyaning natijalari xalqaro va respublika ilmiy amaliy konferensiyalarda, seminarlarda, davra suhbatlarida aprobatsiyadan o'tgan, u to'liq ta'minlangan va shunday xulosaga keldikki, dissertant ingliz tilini ham, rus tilini ham, o'zbek tilini ham va aynan grammatikasini juda yaxshi biladi. Bu ishdan ko'zga tashlanib turibdi va ularni ayrimlari o'sha bergan nima deydi, nashr etilgan ishlarning ko'pchiligi Oliy attestatsiya komissiyasi talablariga to'liq javob beradi. Nurullayeva Oydin, xulosamiz shunday bo'ladiki, Nurullayeva Oydin Nazarjon qizining 10.00.11 til nazariyasi amaliy va kompyuter lingvistikasi ixtisosligi bo'yicha filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktor dissertatsiyasi ilmiy darajasini olish uchun yozgan o'zbek va ingliz tilidagi frazemalarning parallel korpusini yaratish asoslari mavzusidagi dissertatsiyasi yakunlangan va muallif filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblaymiz.
E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat, hurmat, salomat bo'ling. Marhamat, mana shu rasmiy apparat Salomatligingizga. hali bugun qanday o'qiysiz? Hurmatli rasmiy opponentimiz filologiya fanlari doktori professor O'rinboyeva Dilbar Bazarovnaga ishimizni o'qib, fikr mulohaza bildirganliklari uchun rahmat deymiz. Ularning fikr mulohazalariga quyidagicha javob beramiz. Birinchi banddagi javobimiz quyidagicha: ustozimizning fikrlarini qabul qilamiz va takroriy ifodalar ma'lum tushunchaviy fikrni ta'kidlash uchun ishlatilgan kelgusi monografiya e'lon qilishda ortiqcha ta'kid va takrorlarni bartaraf etamiz. Demak, ikkinchi banddagi fikrlarga ishimizni tahrirlash jarayonida ayrim uzilishlar yuzaga kelgan bo'lishi mumkin. Opponentimizning fikrlarini qabul qilamiz va monografiya matnida bunday o'rinlarni bartaraf etamiz. Uchinchi demak banddagi xulosalarni ham qabul qilamiz. Ya'ni frazema izohlarini yanada to'g'ri va aniqroq ifodalash uchun keyingi tadqiqotlarimizda monografik ishlarimizda semantik tahlilni kuchaytirishga alohida e'tibor qaratamiz. Hurmatli rasmiy opponentimiz filologiya fanlari doktori professor O'rinboyeva Dilbar Bazarovnaga yana bir bor o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mana azizlar, bu politika atalishlik fikrini tingladik. Javoblarni ham eshitdik. Marhamat bevosita erkin muloqotga boshlaymiz. Kim boshlab beradi? Yosh a'zolarda, mehmonlar bo'lsa marhamat. Endi bilmadim. Bunda kim bor o'zi? Men ko'ryapman. A'zolar bor. Ruxsat bersangiz menda gap bor. Marhamat, Abdulqodir Sobirov, keng gapiramiz. So'z sizga. Assalomu alaykum. Mana hammamizga ma'lumki, bu iboralar an'anaviy yo'nalishda, hatto sistem struktura yo'nalishda ham o'zbek tilida ancha ishlangan, ya'ni boy tajribaga egamiz. Lekin endi hozir yangi bosqichga o'tyapmiz va yangi bosqich o'sha kompyuter texnologiyalarini va o'sha zamonaviy o'sha korpus lingvistikasini qamrab olyapti. O'sha nuqtai nazardan bu ishni o'z vaqtida bajarilayotgan ishlardan bittasi sifatida qabul qilsak bo'ladi. O'sha avtoreferatni o'qib chiqish jarayonida bitta narsaga ishonch hosil qildimki, dissertant nazariy jihatdan juda puxta tayyorgarlikka ega. Bu ataylab men o'sha xorijiy adabiyotlarni ham bir qator ko'zdan kechirib qo'ydim. 17 ta faqat korpusga bag'ishlangan 17 ta manba bilan tanishib, ularga iqtiboslar keltiribdi yoki o'sha iboralar bo'yicha, frazeologizmlar bo'yicha 7 ta manbaga murojaat qildi. Bu juda ham yaxshi. U keyin mana Rossiyada, Hindistonda, Shvetsiyada bajarilgan o'sha korpus lingvistikasi bo'yicha bajarilgan ishlardan ham hammasidan xabardor. Endi hamma ishlarni ham bizga kerakli jihati bu amaliy tomoniga, pragmatikasiga borib taqaladi. Bugun mana o'zbek xalqi oldin o'sha Rossiya rus tili orqali chet bilan aloqa qilgan bo'lsa, to'rdan to'g'ri chiqyapmiz. O'sha ma'noda eng nozik joylarimiz, ya'ni milliy qadriyatlarimiz o'sha iboralarda, maqollarda, matnlarda ifodalanadi. O'sha nuqtai nazardan opponentlar ham yaxshi ta'kidlab o'tishdi. Tarjima jarayonida, sinxron o'sha gaplash jarayonlarida yoki o'zbek bilan ingliz uchrashayotgan jarayonlarda mana shunday ishlar bizga yaqinda yordam berishi tabiiy. Qo'llab-quvvatlayman, boshqalarni ham shunga chaqiraman. Rahmat e'tiborlar uchun. Marhamat bo'lin. Kimda Endi rasmiy opponentlarimiz ish bo'yicha, yutuqlari bo'yicha batafsil ma'lumot berishdi. Men ham ishning ayrim bir yutuqlari haqida fikr yurtsam-da, avvalo mavzu haqida to'xtalishni lozim topardimki, adashmasam Zuhmar opa xonimlarning avvalgi bitta shogirdlari ham aynan turkiy tillarni o'zaro parallel korpusini yaratish bo'yicha ish qilgandi. Adashmasam turk tili, o'zbek tili bo'yicha solishtirilgandi. Demakki, ustoz Abduxo'jayev aytganlaridek, mana turli til oilalariga mansub bo'lgan til bo'yicha, ya'ni ingliz tili, Hind-Yevropa tillari, mana bizdagi turkiy tillar aynan ikkita tilga semantik, sintaktik moslikni ta'minlovchi parallel korpusni yaratish ishga qo'llanilganligi ancha murakkab, yaxshi uddalangan. Demoqchi bo'lganimki, asosiy ilmiy yangiliklari bor, natijalari bor. Buni bir alohida yutuq sifatida qarasak bo'ladi. Endi bu amaliy natijalar albatta til ta'limi uchun ham, til o'rganuvchilar uchun ham albatta bu kerakli, katta ma'lumot beradi, ixcham. Endi yana bir yutuq borki, albatta platforma yaratilgan. Bu platformaning kengaytiriluvchanligi
Bunga uchinchi til sifatida yana bir tilni qo'yish imkoniyati bor. Bu katta mehnatning samarasi, bu bo'yicha ham dissertantimiz ancha muvaffaqiyatli ishni amalga oshirgan. Endi ba'zi mulohazalar o'rinlar ham bor edi, albatta bunga balkim dissertatsiyada bu to'la aks etgandir. Avtoritetda men mukammal bir ma'lumotni ko'ra olmadim. Statistik uslubiy yondashuv asosida aniqlash. Menimcha avtoritetda bu bo'yicha ham ma'lumotlar kamroq ekan, baribir dissertatsiyada aks etgan bo'lishi kerak. Demoqchi bo'lganimki, kelgusidagi ishlarda albatta dissertatsiyadagi alohida e'tiborli jihatlarni avtoritetga olib kirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Men dissertantimizni ham, ilmiy rahbar Zulxon Rapani ham bu muvaffaqiyatli ish bilan tabriklayman va kengash a'zolarini ham qo'llab-quvvatlashga chaqirib qolaman. Rahmat. Yo'qmi, bo'lsin mehmonlarni beruvchilar akalla qisqa qilasiz. Bo'ldi, Bir yarımda berasiz. bir nafasda. Bugungi kunda tilshunosligimiz arsenalida juda ham katta ishlar bo'lyapti. Eng zo'r e'tiborga molik jihati nafaqat o'zbek tili, ya'ni bir til doirasida, balki uni qiyosan yoki chog'ishtirma holatida boshqa tillar bilan tadqiq qilinishi, bu ya'ni ham amaliy natijalar bilan chiqarishi quvonarli holat. Xuddi shu nuqtai nazardan Nurullayeva Oydin ham faqat tadqiqotni nazariy tomondan emas, amaliy qismini ham ko'rsatib, qilsa bo'ladigan ish ekanligini berganligi yaxshi. Yana bir plus tomoni bor bunda. Kelgusida katta korpuslar, katta hajmdagi korpuslarning tarkibida iboralarni aniqlashda yoki parallel korpuslarning tarkibida ham o'zbek ham ingliz iboralarini topishga juda katta bir asos bo'la oladi. Shu tomondan qizimizni qo'llab-quvvatlaymiz, tabriklaymiz, ilmiy rahbarlarni ham tabriklaymiz. Davomli bo'lsin bunaqa ishlar va qo'llab-quvvatlaymiz, albatta keyingi ishlariga omad tilab qolamiz. Darsdan keldim. Bo'lsa shu yerda to'xtatamiz azizlar. Qo'shimcha gapiradigan o'rtoqlar yo'qmi? Xo'p, endi shoshyapman, hozir yana yig'ilishimiz borda. Hop, demak, san'at komissiyasini saylab olishimiz kerak hozir. Professor Sultonmurod Dormuhamedov rais bo'lyaptilar, o'zi taklif chiqdi-da. Professor Saodat Muhamedovlar keldilar vaqtida. Biladilar, o'sha komissiya kiruvchi. Va nihoyat professor demak Manzura Abjalova yaqinda professor bo'ldi. O'sha xizmat qilish kerak. Ma'qul. Takliflar mudiriylar, hozirda qarjilar, yig'ilishlar yo'q. Hamma ovozdan qabul qilib, sizlarga ozgina bir tashkilotga javob bering, balki keyin taklif qilamiz. Biraz bo'yicha bir şey söyleyeyim. Eğer ovoz beramiz. Nasıl deydi? Azizdan az var. Ulaşım manifesto var.
Top komissiyasi majlisining birinchi son bayonnomasi 26 var. Saylangan komissiya tashkilotchilar daromad nishonli va jadval. Komissiya Nurulloy Oydinning davlatlar bo'yicha falsafa doktrinaning darajasini oshkor dissertatsiyasi yuzasidan yashirin berilgan ovozlarni sanash uchun saylangan. Milliy kengash tarkibi 11 kishidan iborat etib tasdiqlangan. Milliy kengash tarkibiga xalq bo'yicha ovoz berish imkoniyati kiritilmagan. Majlisda Milliy kengash a'zolaridan 11 nafar, shu jumladan ko'p berilgan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha 11 nafar qabul qilish ishtirok etdi. 11 ta byulleten tarqatildi. Tarqatilmagan byulletenlar yo'q. Ovoz berish natijalari. Nurlayev va Oydinga ekologiya fanlari bo'yicha falsafa doktorlik darajasini berish bo'yicha quyidagicha ovoz berildi. Tarafdorlar 11 nafar, qarshilar va yaroqsiz byulletenlar yo'q. Rahmat. Xo'p, kengash a'zolari marhamat bayonotni tasdiqlab beringlar. Qarshilar bitta topadilar. Rahmat. Xo'p, endi biz mana kengash xulosasini Telegram guruhga tashlaganmiz. Qanday fikrlar bo'ladi? Xulosa bo'yicha loyihada endi u. Asosda Abjamil qatori gapiring. Tasdiqlaymizmi? Taraflar tasdiqlar yo'q. Endi natijalarni ham avvalgi tadbir haqida qanday bo'ladi mulohazalar? bular tanishib Buni ham demak asos sifatida asos sifatida qabul qiladi. Marhamat, ovoz beringlar. Bu qarshilar taraflarga rahmat. Milliy kengash qarori o'qib berishni so'zimni o'qib beraman. Marhamat, Pardaydomlar. Undan keyin qarshi chiqamiz. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi Doctor of Science 03/2025-27/12/01 raqamli ilmiy kengash fatvosidagi bir martalik ilmiy kengash qarori. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti tadqiqotchisi Nurullayeva Oydin Nazirjon qizining 10.0011 til nazariyasi amaliy va kompyuter lingvistikasi ixtisosligi bo'yicha filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiyasiga hisob komissiyasi xulosasiga ko'ra dissertant Nurullayeva Oydin Nazirjon qiziga filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasi berilsin. Yakuniy so'zini sizga beraman. Avvalo universitetimizda tadqiqotchilar uchun qulay shart-sharoitlar yaratib bergan va har doim qo'llab-quvvatlab kelayotgan rektorimiz akademik Shuhrat Samariddinov Sirojiddinovga alohida rahmat va minnatdorchiliklarni bildiraman. Monitoring jarayonlarida o'z tavsiya va ko'rsatmalarini doimiy ulashgan ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Noziya Normurodovga himoyagacha va himoya jarayonida qo'llab-quvvatlayotgan tadqiqot ishimiz yuzasidan doimiy ko'rsatma va tavsiyalarni ayamagan ilmiy kengash raisi professor Hamidulla Dadaboyevga hamda ilmiy kengash a'zolariga me'yoriy hujjatlar va tashkiliy masalalarda o'z yordamini ayamagan ilmiy professor Xudosh Pardayevga chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Ilk ilm yo'lidagi ilk qadamlarimdan boshlab to bugungi kunga qadar har tomonlama ko'makchi bo'lgan, ham hayotiy, ham ilmiy maslahatlari bilan to'g'ri yo'l ko'rsatgan, tadqiqot mavzusini tanlash va tadqiqot sifatida yuzaga kelishda menga ko'p qimmatli yo'l-yo'riqlar ko'rsatgan hurmatli ustozim, ilmiy rahbarim, tilshunos olim, filologiya fanlari doktori, professor Zulfumor Xolmonovga o'zimning cheksiz va samimiy minnatdorchiligimni bildiraman. Qolaversa, ilmiy ishimiz yuzasidan qimmatli vaqtlarni ayamasdan fikr mulohazalar bergan rasmiy opponentimiz Hamroyeva Shahlo Mirjonovga, filologiya fanlari doktori, professor O'rinboyeva Dilbar Bazarovga cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. Tadqiqotni o'z vaqtlarini ayamasdan o'rganib, tahlil qilib, tashqi taqriz bergan O'zbekiston Milliy universiteti kompyuter lingvistikasi va amaliy shunoslik kafedrasi mudiri professor o'qituvchilarga yana bir bor tashakkur bildiraman. Himoya jarayonida o'z fikr mulohazalarini bildirgan ustozlar, filologiya fanlari doktori professor Abdulhay Sobirovga, filologiya fanlari doktori professor Saodat Muhammedovaga, filologiya fanlari doktori professor Sulton Normatovga, filologiya fanlari doktori professor Manzura Abjalovaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Meni har doim qo'llab-quvvatlagan va yordamini ayamagan O'zbek tilshunosligi kafedrasiga va ilmiy faoliyat bilan erkin shug'ullanishimga shart-sharoit yaratgan Amaliy fanlar universiteti O'zbek tili va adabiyoti kafedrasi jamoatiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Mening shu yutuqlarga erishishimga sababchilarim duogo'y ota-onam va doimiy meni qo'llab-quvvatlab turgan qaynona-qaynotalarim, meni har doim qo'llab kelayotgan turmush o'rtog'im va butun oilamga o'z minnatdorchiliklarimni bildiraman.
aziz ustozlar, yosh tadqiqotchi sifatida hali yetarli bo'lmagan ilm yo'lidagi tajribalarni keyingi jarayonlarda yanada mukammallashtirishga, kompyuter lingvistikasi rivoji uchun yanada jiddiyroq izlanishga harakat qilaman. Bildirilgan ishonch, e'tibor va rag'batingiz uchun cheksiz minnatdorchilik bildiraman. Endi azizlar, mana bugungi majlisni yakunlayapman. Chiroyli bir himoyani bo'lib amalga oshirdik. Nisbatan yangi yo'nalishni xabaringiz bor. O'zbekistonda bir himoya ishlari amalga oshirilyapti. Shu ishlarni yanada yuqori bosqichda o'rin bor. Men mana shu Alisher Navoiyning Toshkent davlatidagi rahmat aytaman. Kengash a'zolariman. Sizni ana sizga mana shu bevosita rahmat aytgan zo'r xabar olmoqman. Qaror sho'rlaringizni javoblaringiz, kursdoshlaringiz, mana Botirxon ketdilar. Ya'ni ishlayotgan amaliyot sizga ham muborak bo'lsin. Albatta bu ishni hali davom ettirishingiz kerak. Bu dastlabki qadam deb men hisoblayman. Mana shu kelajak ishlaringizni ham siz Oydin, ismingiz ham Oydinda, Oydin bir ko'chaga kiryapsiz hozir. Yoritishingiz kerakda ko'chadan. O'rol ko'chadan mashina qizlar yoritib beradi bizga. Muvaffaqiyat tilayman. Shu bilan bugungi majlis yakunlandi. Hammangizga tinchlik, xotirjamlik tilayman. Men ular bilan bu yoqqa kelishi bular bilan shirin umr beramiz. Yana navbatdagi yig'ilishimizda bo'lamiz. Rahmat, omon bo'ling. Do'stlar, tabriklayman. Rahmat ustoz, katta. Tabriklaymiz, G'ofur. Sog' bo'ling. Hammatani Iro'nda ham do'stlarga har shunda o'tadi. Boshqa